Bir necha kun oldin OKMK futbol akademiyasining barcha yosh toifasidagi jamoalari mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlariga kirishganligi haqida xabar bergan edik. Ayni damda biz Olmaliq shahrida joylashgan Profit Gym fitness zaliga tashrif buyurdik. Bu yerda esa OKMK futbol akademiyasining U16 jamoasi mashg'ulotlarga kirishgan. Biz esa aynan mana shu yerdan sizlarga fitness zalidan so'ng stadionga yetib kelishdi. Futbolchilar bu yerda eng avvalo texnikaga e'tibor qaratishadi. To'pni qabul qilish, pas aniqligi va har bir harakatni to'g'ri bajarish mashg'ulotlarining asosiy qismidir. OKMK futbol akademiyasining U16 jamoasi ham bugun aynan mana shu jihatlar ustida ishlamoqda. Bu adam bizni ketdi, chizga qilyapti. Bu odam ushlab, bu yoqqa ketyapti, bu qaytib kelyapti, ushlayapti. Beryapti, ketyapti, bu odam qaytib kelib bitta ushlayapti. Tushunarlimi? Urush ketgan bu odam. Tushadi. Ketdi. Da, ketdi. Da, qaytyapsan. Da, ishla, nima turibsan? Qarama unga. Qarama bir-biringga. Ko'taryapsiz sizlarni. Ko'taryapsiz. Ha. Tezroq. Yetib olmasin bir-biringga. To'g'ri ishlayapsan. Sizlarni ko'taryapmiz. Qilyapmiz. Ha. Xo'p. Qana. Ya, yaxshi. Hey, yus. Garish. Bakma. Sakın uyuyorsun buna ha. Yaparak bir geçen mi? Sen aldın adamda. Nasıl? Ona bu odana. Geç. Hadi. Aldın da adam. Hop, aldın da. Oldu ya. Geç. Hop. Ha, hop. Basma. Ha, otur. Ha. Ana!